Assalomu alaykum, hurmatli musiqa shinavandalari. Nay cholg'usini o'rganayotgan muxlislarimiz, qiynalmayapsizlarmi? Ko'nikma hosil qilyapsizlarmi nay chalishda? Sizlarga berilgan uyga vazifani chalib bajardinglarmi? Xursandman. Endi bugun darsimizni davom ettiramiz. Mana bugun sizlarga chap qo'lda o'rgandik chalishni. Chap qo'lda mana teshikchalarni bosib o'rgandik. Yana bugun o'tgan darsdagi chalgan taxallus bilan chalgan notalarimizni yana qaytarib olamiz. Keyin o'ng qo'lda ketadigan davomini o'rgataman sizlarga. Marhamat, qaytarib olamiz, birgalikda qaytaramiz. Qaytarib oldinglarmi? Endi davom ettiramiz. O'ng qo'l ko'rsatish barmog'imizda mana nay cholg'umizni 4-pardasi, ya'ni 4-teshikchasini bosishni o'rganamiz endi. Qo'llaringiz og'rib qolmayaptimi? 3-darsdan qo'llaringlar og'rigan bo'lishi mumkin. Endi bunga e'tibor berib qo'yamiz. Qo'linglar og'irsa, sal qo'llarimizni ochib, yopib qo'yamiz. Chunki hali ko'nikma hosil qilmadik o'zimizga. Endi davom ettiramiz. Mana 3ta re notasini o'rgangandan keyin nota daftaringizga qarab qo'yasizlar. 4-chi siziqni o'rtasidagi notamiz do notasi bo'ladi. Endi bu yog'iga 2-oktavaga qarab ketyapmiz. 2-oktavaga qarab, tepaga qarab ketyapmiz endi. Chalib ko'ringlarchi. Qiynalmayapsizlarmi? Endi re notasi bilan do notasini qaytaramiz. Qaytarib oldinglarmi? Endi 5-chi, ya'ni si notasiga, 5-parda si notasiga o'tamiz. Ijro qilib ko'ramiz. Endi re notasidan boshlab do, re, ya'ni 4-chi, 5-chi teshikchalarni bosamiz va nafasni nazorat qilamiz. Qisqa nafas bilan, cho'zim bilan emas, hozir qoringa nafas olaveramiz. Orqaga, oldinga qaytardik. Endi oxirgi mana aytganimdek o'sha la soziga keldik. Hamma notani bosishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir mana dodan kelamiz, si notasi va oxirgi mana teshikchalar hammasi yopildi. Yopildi, Endi shu notani eshitib ko'ramiz, mana la notasi. Mana. Sozimiz to'g'ri chiqdi. Endi diqqatimizni nimaga beramiz? Bu teshikchalar hammasi notalar yopilmasa, mana kimdirlarda hozir ko'nikma hosil bo'lmaguncha notalarimiz ochiq qolib ketadi ba'zilarda. Bu tabiiy hol. Bunga qo'rqmanglar. Bu ko'nikma hosilda mana nima uchun ko'nikma hosil qiluvchi uchun men chap qo'lda boshladim. Chap qo'lda. Keyin mana o'ng qo'lga o'tdim. Ba'zi bir joylarda 4-barmog'imiz ochilib qolib ketadi hammasini yopilganda. Unda mana bunaqa nota chiqadi. Ko'ryapsizlarmi? Toza nota yo'q, notani o'zi yo'q. Faqat shovqin ovoz chiqyapti. Uning uchun hamma teshikchalar bosib, hammasi yopilgan holda bo'lishi kerak.
ochiq qolib ketsa to'g'ri ovoz chiqmaydi. Mana hozir bittasini ataylab ochiq qoldiraman. Mana bu notani ochiq qoldirdim mana. Bermayapti, ha? O'shaning uchun ahamiyat berib qo'yamiz, ochiq qolib ketish kerak emas. Yana sozimizga ham e'tibor beraylik, ha? Boshida aytib o'tganimdek, bu labiumda tepaga pastga qilsak, baland past bo'lib ketadi. O'shanga ahamiyat berib qo'yamiz. Birinchi darsimda aytib o'tganman, ota-onalar sizlarga aytib o'tganman. Yana chapaqay naychilarimiz ham bo'ladi deb, bu tabiiy hol deb. Xuddi shunga o'xshab, oldin o'ng qo'lda mashq qilinadi, keyin chap qo'lda. Xuddi shunaqa, o'ng qo'l, yana chap qo'l. Xuddi shu aytib o'tganimdek, notalar hammasi bosilishi kerak, teshikchalar bekilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasam, yaxshi to'g'ri soz bermaydi. Mana hozir boshidan boshlab o'sha notalarimizni puflashni o'rgandik, ovoz chiqarishni o'rgandik. Endi cho'zim bilan, qisqa cho'zim bilan la notasigacha borib, orqaga qaytamiz. Chalayotganda nafas olamiz har bitta notaga. Orqaga qaytamiz. Mana hamma teshikchalarni bosib, notalarni o'rgandik. Qo'llaringiz og'rimayaptimi? Qo'llaringiz og'rigan bo'lsa, qo'llarimizni ochib yopib qo'yamiz. Nimagaki, hali o'zimizga ko'nikma hosil qilmadik hali. Endi mana 4-5 darsimizdan keyin ko'nikma hosil qilasizlar. Nay cholg'usini mana tarixini aytib o'tdim boshdagi darslarda. Bu nay cholg'uda o'zimizning milliy cholg'u bo'lgani bilan bizda ikkita yo'nalishga qarab ketadi. Ya'ni hozir men sizlarga akademik yo'nalish. U nima degani? Akademik yo'nalish degani orkestr bilasizlar. Orkestr ko'p ovozli orkestr. Yerda nay cholg'usidan boshlab 5 ta guruhga bo'linadi. Hamma guruh jalb qilingan orkestr deyiladi. Ya'ni orkestrda ko'p ovozli orkestrda chalinadigan akademik yo'nalish bo'ladi. Yana bu nay sozda akademik yo'nalishda Yevropa kompozitor asarlardan ijro qilinadi. O'zbekiston kompozitorlari yozgan, maxsus nay uchun yozgan asarlar ijro qilinadi. Xalq cholg'ularida ijrochilik. Postanovka qanaqa bo'lish kerak? Labimiz qanaqa turish kerak? Labiumga nafas qanaqa berish kerak? Bularni hammasini o'rgandik. Faqat hozir biz nimani o'rgandik? Faqat bitta notani bosishni o'rgandik. Endi nima qilamiz? Biz yana ham o'zimizga ishonch hosil qilish uchun, ko'nikmani ko'proq qilish uchun endi har kuni chalyapmiz. Lekin endi biz ikkita nota oralig'ini nazorat qilishni o'rganamiz. Mana bu notani chaldik, yana ikkita nota qo'shimcha qilamiz, keyin bu notani chaldik, yana ikkita notani qo'shimcha qilib chalamiz. Ya'ni bitta mana nota chizgiqlari, nota daftaringlarni ochgan bo'lsangiz, fa diyezni chalamiz. Fa diyezdan keyin darhol rega o'tib ketamiz. O'ng qo'lda do'ni chalamiz, do'dan keyin laga o'tib ketamiz. Hozir shunaqa qilib chalishni o'rganamiz. Men ko'rsatib beraman sizlarga. Mana birinchi barmoq va re notasini yopamiz teshikchalar. Teshikchalarga ahamiyat berib qo'yamiz. Ochiq qolib ketish kerak emas. Bo'lmasam biz xohlagan soz to'g'ri kelmay qolishi mumkin. O'sha nota to'g'ri kelmay qolishi mumkin sozi. Marhamat. Yana qaytaramiz. Qarangki, asarga o'xshab ketyapti, ha? Endi shuni orqaga qarab qaytamiz.
la notasini bosamiz, keyin do notasini, keyin re notasini, keyin fa notasiga qaytamiz. O'xshayaptimi sizlarda? Uyga vazifa qilib beraman. Mana fa diyez va re notasi. Orada nota tashlab ketdik. Yana o'ng qo'lda do notasi, keyin bitta nota tashlab ketdik, la notasi. Esda saqlab qolinglar, ha? Uyga vazifada 10 daqiqa. 10 daqiqadan keyin albatta 2-3 daqiqa dam olib olishinglar kerak. Albatta buni qaytaringlar. Oldinga qarab boramiz. Aytilgan nota mana fa diyez, bitta nota tashlab re, yana do, o'ng qo'lda do, la. Buni bir necha marta qaytarishimiz kerak. Nima uchun qaytarishimiz kerak degan sizlarda savol tug'iladi. Chunki barmoqlarimiz og'rib qolishi mumkin. Hali oxirigacha ko'nikma qilmadik. Baribir ham bu uyga vazifadan tashqari oldingi darsda o'tgan vazifalarni ham qaytarishlar kerak bo'ladi. Ya'ni bittalab mana bitta, ikkinchi teshikcha, uchinchi teshikcha, to'rtinchi teshikcha, beshinchi, oltinchi. Yana bir eslatib o'taman. Hamma teshikchalar bosilishi kerak. Bo'lmasam, boya chalib ko'rsatgan ovozim chiqib, o'zingizlardan bezib qolishinglar mumkin. Yaxshi ovoz chiqarmaganinglardan. O'shaning uchun harakat qilinglar. To'g'ri bosishga teshikchani. Faqat qattiq bosish kerak emas. Qo'llarimiz og'rib qoladi qattiq bossak. Shuni sezinglar mana. Barmoqchalarni shu to'g'ri qo'yishga o'rganinglar. Qayta qaytarsanglar ko'nikma hosil qilasizlar. Uyda shug'ullanayotgan paytinglarda diqqatinglarni berasizlar. Mana barmoqchalarimiz. Ko'rdinglar, ha? Mana teshikchalarni bosishni o'rgandik. Mana barmog'imizni yumshoq joyi bor mana. Tirnoq taraf emas. Mana yumshoq joy bilan bosishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rsatkich barmoq, ko'rsatkich barmoq. Faqat diqqatinglarni beringlar. Bu suyaklarimiz og'rib qolishi kerak emas ko'rsatkich barmoqlarimizda. Chunki bular tayanch ushab turadi mana nay cholg'uimizni. Mana bosh barmog'imiz, ko'rsatkich barmog'imiz. Mana ko'rib oldinglar, ha? Mana yumshoq, mana barmoqchalarimiz bilan bosishimiz kerak. Bu tirnoqqa bundoq kirib ketish kerak emas barmoqlarimiz tirnoq bilan. Endi hozir aytib o'tganimdek, qo'llarimiz og'rib qolyapti mana. Chunki oralig'i bor-da, barmog'imiz bunaqa o'rganmagan oraliq ochishga. Oraliq ochish uchun mana ko'nikma hosil qilish uchun mana bittalab chap qo'lda ko'rsatib berdim. Uyda mashq qilganinglarda ham shunga ahamiyat beringlar. Qo'l og'rib qoladi boshida. Sekin-sekindan, sekin chalib, keyin tezlatishinglar mumkin. Bitta muhim narsani ham aytib o'tishim kerak. Cholg'uni mana o'rganishi ko'nikma hosil qilyapsizlar. Bu cholg'uni qanaqa saqlash kerak deyishinglar mumkin. Mana hozir chalyapsizlar, qiziqyapsizlar. Mana aytib o'tganimdek, bu qamishdan, bambukdan yasalgani uchun bu issiq sovuqqa, haliga boshida darsda ham aytib o'tdim, juda katta ahamiyat beradi. Ya'ni sovuq kunlarda buni sozi pastroqqa tushadi. Sozi pastroq, endi soz past bo'ladi. Issiq kunlarda baland bo'lib ketishi mumkin. Uni qanday saqlashimiz mumkin? Buni kelib shu tokchaga qo'yib ketishimiz kerak emas yoki haligi issiq joyga qo'yib ketishimiz kerak emas. Iloji boricha shu sovuqdan, issiqdan uzoqroq joyga qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Saqlashda shunaqa saqlashinglarni iltimos qilib qolaman. Tikka qo'yilmaydi, shu yotqizib, iloji boricha matodan qilingan chixol deyiladi. Shundan tiktirib qo'ysalar yomon bo'lmasdi. Shu tokchaga qo'yib qo'yasizlar. Sovuq bo'lish kerak emas, issiq bo'lish kerak emas. Ustozlarimiz aytib o'tardi. Cholg'uni yerga qo'yib bo'lmaydi. Nima uchun yerga qo'yib bo'lmaydi? Mana qarasanglar, bu bambuk ham qamish, meva, bu ham meva beradi o'ziga yarasha. Qolgan cholg'ularimiz ham mana dutorni aytib o'tadigan bo'lsak, qashqaro'rov aytib o'tadigan bo'lsak, mana tutdan mevali daraxt bo'lgani uchun bu shunaqa daraxt, meva, uni mevasini iste'mol qilamiz. O'shaning uchun bu cholg'ularni yerga qo'yib bo'lmaydi. Shunaqa deb ustozlarimiz ko'p eshitganmiz ustozlarimizdan. Endi biz ham sizlarga aytib o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Shu cholg'uga bo'lgan bir muhabbatinglar, cholg'uga bo'lgan bir hurmat, bu cholg'uni eshitgan, sozini eshitgan odam bir maza qiladi. O'shaning uchun ham shu cholg'uni tepaga qo'yadi, shu yerdan teparoqqa qo'yadi. Nay cholg'usi o'rganuvchilari, sizlarga endi bugungi darsimizni tugatib, keyingi darsga
uyga vazifa beraman. Uyga vazifada hozir aytib o'tganimdek chap qo'l, o'ng qo'l mashqlarni cho'zimda shu qornimizga nafas olib zaxirasi bilan va nuqtasini to'g'ri topib shu birinchi teshikcha chap qo'ldan boshlab, o'ng qo'ldan boshlab hozir qaytarib sizlarga ko'rsatib bergan mashqlarimni cho'zim sifatida soziga e'tibor berasizlar va o'sha T harfi bilan uzib 2 martadan uzib keyingi darslarimizda yana ham mukammal ovoz chiqarishga harakat qilishinglarni so'rab qolaman. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar.